Duttani söymaydigan Uyg'ur yo'q. Sahnada, oilada, so'rinda, etiz beshida, mashrabda, arang ostidagi oydin kechalarda dutta bor. Xo'shalligimizda, dardlarimizda, pig'onlarimizdami dutta bizga hamroh. Dutta Eron va Markaz Osiyo ellarida chaladigan an'anaviy chalg'i bo'lib, har qaysi millatlarning dutlarida ma'lum darajada xoslik bo'lib, chelish texnikasida ba'zi bir farqlar bor. Dutlar so'zi farschadan kirgan bo'lib, ma'nosi ikki dona tori deganini bildirdi. 15-asrdan ilgari dutlarning torlari hayvonlarning uchidan yasalgan bo'lib, Ipak yo'lining ochilishi bilan bir qism torlar ipakdan yasalgan bo'lgan. Dutlar Paris, Uyg'ur, O'zbek, Turkman, Tojik qatorliq turk millatlarning an'anaviy chalg'isi. Dutlar tabiiy yumshoq, larzon yangrishi bilan kishiga liriklik zo'q beradi. Dutlar tabiiy qurtilgan uyushma, o'rik yoki yong'oq yog'ichidan yasalgan bo'lib, uzunligi ayol bolalarning o'xshash bo'lmaydi. Badan qurilishiga asosan odatda cho'ng, o'ttira, kichik deb 3 turga bo'lindi. Gavdisi va sop uzunligi 90 sm dan 1 metr 20 sm atrofida. Ikkili tarisi bor, 15 pədisi bor. Ajdodlarimiz uzun tarix davrlardan buyon dutlar bilan sirdishib, esil kuylarni yaratib avlodlarga miros qoldirib keldi. 1926-yili Mamtili Tevfik apandi cho'chak orqali vatandan ayrilganda, Qashqardan billib chiqqan dutlarni yenidan ayirmay 1928-yili Qrimdan Turkiyaga kelganga qadar dutlarni chilib, kuy yangratib yurtqa bo'lgan cheksiz seg'inishini ifodalagan. O Turkiya çayxanalarida dutlarda o'rindab bergan Uyg'urcha naqshlar turklarning, bo'libmi turk sozandalarining qizg'in olqishiga, yuqori bahosiga erishgan. Bugungi kunda dutlar odatdagi yolg'iz chelishdan taraqqiy qilib, orkestrgacha o'rin olgan. Muqomlarimiz dutlarning tarixlarida murodiga yetdi. Ot yurak san'atkor O'lmas Azimat marhum Ko'ras Sulton Kusan o'zining dutlari bilan vatan xalqiga bag'ishlangan mangulik naqshlarni ijod qilib o'rindab, kishilarning qalbini, yuragini larziga solgan.